Tinchlikdagi voqea. Tanishganimdan xursandman bolalar. Balki menikiga mehmonga kelarsizlar. Men yangi modelimni olib kelaman. Vodorod atomini. Modeling bittaginami? Uni parchalashga to'g'ri keladi-ku. Zo'r qadin chiqdi. Qaranglar. Nima yeyapsan, Sherman? Quruq ovqatmi yoki suyak g'ajiyapsanmi? Yo'q, sabzi, olma sharbati va baliqli sendvich yeyapman. U omega 3 kislotalariga boy. Nima, odamlarning ovqatini yeyapsanmi? Ha, boshqa qanaqasini yeyish mumkin. Ammo sen itsan-ku? It emasman. Itliging aniq. Dadang it demak, sen ham itsan. Sen adashtiryapsan. U asrab olingan bola. Aralashma qil. Buni hozir isbotlayman. Qani kuchukcha, tushligingni olchi. Ol. Ol uni. Ol. Bu kamsitishku. Sherman, ovqatingni ol. Sen yaxshi itsan-ku. Vop, vop. Bu nima? Bu meniki, ber. Nima bu? Hushtakmi? Chalinmas ekan. U itlar qushdagi. Bu to'lqinni faqat itlar eshitishadi. Jim bo'l, qari. Hop, Penny, hushtagimni ber. Ber dedim. Qani kuchukcha sakraychi. Men kuchukcha emasman. Bas qil, Sherman. Itligingni tan ol. Meniki emasman. Qo'ysangchi, Sherman, sen itsan. Buni hammani oldida tan ol. Qo'y bor meni.